Dadasi! Onangga u yana kelyapti. Dadasi, mahallada sveji yangilik. Xudoga shukr, mahallada ekan. Xo'sh, BBC nima gap? Ana qo'shnimiz Akmal aka bor-ku, o'sha xotinini aldab, pullarini hammasini olib Dubayga surib yuboribdi. Yo'q, Akmal do'stim, ha? Nega mana aytmadi? Keyin bilasizmi xotin nima qilibdi? Nima qilibdi? Xotinim bor-ku, er ketgandan keyin u ozodlik deb jirtillab borib yangi gelik olib kelibdi-da. Bani Akmalni yegani shu bo'pti-da. Ish qilib normalniy pul bilan ketgan bo'lsin. Opani ko'rsangiz, shunaqa iplari yechilib, takoy qimmat kiyimlardan olgan. Menimcha hammasi butikniki bo'lsa kerak. Ha, endi puli bo'lgandan keyin oladi-da. Dadasi, gap pulda emas, gap vesta. Opa 150 kilo. Shu vesti bilan 18 yoshli qizlarni lasinasini kiyyapti. O'zi ham porsillab turgan bo'lsa kerak. Yana nima bo'ldi? Ha, nima bo'lardi? Akmalni sevmas ekanda, ketib qopti. Endi xotin bu vesti sevish jicha murakkabda. Tushunyapsanmi? O'sha bu yoq matematika. Xotiroma, Akmal qaytib keladi. Puli tugasin, u uchib yetib keladi. Ungacha men boraman. Keyinchi? O'sha Akmalchi mashinnik ekan. Endi bilmadim kim mashinnik. Chunki Akmal uylanganda Akmal boy edi. Mana oradan 10 yil o'tib, negadir uni xotini boy bo'lib qoldi. Akmal esa gaday. Savol: kim mashinnik? O'rtog'izchi, baribir mashinnik. Xotin, asl mashinnik kimligini aytaymi? Qara. U uzoq vaqt seni ishonchingga kiradi-da. Shirin gaplar aytadi, shirin so'zlar aytadi. Undan keyin u bilan zakisdan o'tasan. Yana uzoq vaqt o'tishi bilan u portlatib ikkita tug'ib beradi. U sening ishonchingga kirib, sekin-astalik bilan naqd va plastik ko'rinishdagi pullarni o'zlashtirishni boshlaydi. Xo'sh, savol. U mashinnik jonivor kim? Akmalmi? Ha? Akmal. O'zimiz Akmal. Stop, men o'tiring. Nima sen o'tirasan? Men emas, Doniyor emas, sen o'tirasan. Chunki meni oyog'imda appendisim bor. Hozir uydan tushadi emashi. Bitta bahona bilan tushadi, qarab turlaring. Probkada qolib ketib qolman-da. Uyda qanaqa probka bo'lishi mumkin? Yo, avariya bo'lganmikin, ha? Alo. Ona, assalomu alaykum. Mahalladaman, shunda doma boshlaman. Nom olingmi? Bo'pti, xo'p. Mashinaning konditsioner qo'ydirsang bo'lmaydimi? Yozni chillasi keldi. Hali ham konditsionersiz yuribmiz. Terlab ketdi-yu odam. Sauna bo'lib qoldi, parisa qo'yamiz mashinaning ichida. Kimdimisan, mashinam arenda-yu. Arenda degani konditsioner qo'ymayman degani emas-ku, tupoy. Qara, mashinamni hozir to'lab olmasam, qaytarib berganimdan keyin konditsioner qo'yib bergan bo'lamanmi shunda? Yo, sen odam bo'bas ekansan. Sanchi benzin ham quymagan bo'lmasan. Gapimni bo'lmasan ham. Ruli men urib tashlamadim. Mani g'iybatim, chunki ularga yoqadi zo'r kelishgan qomatim. O'ziga rom etadi mani husnu malohatim. Zamonaviy boyfriendman, boyvucham. Qarzingizni qachon berasiz? Odamlar nima deydi? Boy, qarzi bor ekan, qarz bo'lib yurar ekan demaydimi? Bilasiz-ku, yaqinda to'y. Pul menga juda ham kerak. Ukam taklifnoma, to'yga o'tarsan. Aka, juda ham ko'pchilikdan eshitdim, to'yingizni juda ham dabdabali qilib o'tkazib o'tgan ekasiz. Menimcha oddiy qilib o'tkazsa ham bo'lar edi, aka. Qiziqmisan, ukam? Odamlar nima deydi? To'yxonani ham shaharning eng kattasi, o'sha 1000 kishiligini gaplashib qo'yganman. Dabdabali qilmasa bo'lmaydi. Bo'pti, o'tarsan, gaplashamiz. Men Rabdomga yetib keldim. Ana kamerachi bilan ayiqchilik yiltgan ekanmi? Yo'lda ekanmi? Bo'pti, kutib turaman, tezroq kelsin. Xo'p. Uka, shuncha dabdaban nima keragi bor? Baribir chaqaloq hech narsani bilmaydi-ku. Aka, qiziqmisiz? Odamlar nima deydi? Xotin polvonday o'g'il tug'ib yetdi. Odamlar gapiraveradi. Siz nimani ham bilardingiz? Xotin Bo'la-bo'la chiqib ketibman. Eng yuqori qavatdagisi o'tdagi, o'sha penthouse boridagi. Sotib yuborman, bugun o'zim расчет qilaman. Bo'pti. Qarz bo'lsam bo'ladi. Odamlar nima deydi? Ikki xonali uyda akasi bilan qisilib qopti deydi. Uning ustiga kechaginda farzandli bo'lgan bo'lsam, tezroq to'lov qilay. Qiziqmisan sen? Odamlar nima deydi? Yil oshi bo'lsa 60 kilo osh damlaymiz. Qo'zg'onchoqlanib chiqib tur. Hozir men qabristondan o'tib boraman. Ko'p gapirma, bo'pti.
Ты что, больной? Больной deysanmi? O telefoningning ichiga kirib ketib qolgansan. Urib ketganimda nima bo'lardi? O'larmiding? O senga o'xshaganlarni deb yo'lda DTPlar ko'payib ketdi. Telefoningdan ko'tar boshingni, o'lib ketasan bu ketishda. Yo'l qoidasi, umr foydasi. Havuz bo'yinda chelak, yora yetishmak tilak. Yora yetishmak tilak. Yana bu o'zini ishini boshladimi deyman-da. Bir bo'lsa, sovchida yana gerek. Sovchida yana gerek. Nima bo'libdi xotin senga? Adasi, bilasiz, qo'shiq eshitsam o'ynab ketib qolaman-da. Bo'g'imchasidan qisib turing, ishxonadan telefon kelyapti. O'raysiz o'ynab chiqqanmi nima bo'ladi? Xotin. Tiling tiling. Voy, adasi, bunga bu. Boshqa kimga bo'ladi, ha? Boshqa kimga bo'ladi? Har kuni televizorda baland qilib qo'shib qo'yasan. Qo'shnilarimiz jalba qilib yotibdi. Oson nasiyadan san uchun boshlang'ich to'lovini qilib kreditga oldim. Endi har oy oyma-oy to'lab yuraman. Ushla. Beradi, rahmat. Aytgancha, meni ertalab o'qib uyg'otgin, tushundingmi? Ishga borishim kerak. Budilni qo'yib qo'y. Quyosh kular, jis, ikkita asal, qas, soqqa sanar, dars, olga bizani tashladi. Nima qilyapsan? Adasi, butunligingiz chaldi-da. Sizni uyg'otaman deb raqsga berilib ketibman-da. Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. Bir dunyo senga aytmadim. Do'stim deding dunyoni. Yaxshimisan? Rahmat. Nima bu? Boshqa so'rashyapsan men bilan. O'sha kun gapirgan gaping esingdami? Uzr so'radimi? Uzr so'radimi? Ha? Nima, sen uchun uzr so'rab kamsitsa bo'laveradimi? Yoki nima? Puli yo'qlik ayibmi? Ha? Sen hali xafa ekansan. Men nimaga keldim batga bo'lmasa? Yo'q, xafa emasman. Ha? Faqat mashatam og'riyapti-da. O'sha kungi gapirgan gaping bilasanmi? Meni ertalabgacha yig'latdi. Lekin sen maza qilib uxlading, to'g'rimi? Dunyodagi eng yomon ko'rgan insonim o'sha kuni sen bo'lding. Nima muammo? Nima qilay hozir? Tiz cho'koraymi? Muammo? Muammomi? Ertalabgacha yig'lab uxlab qolibman-da. Hop. Uyqudan turganimda bo'lsa, seni hali ham yaxshi ko'rar ekanman, o'rtoq. Eslamaydi dema hardam. Shahboz? Nima? Manchi? Bor yo'q. Shahboz? Hammaga eshitilaringmi? Nima aytasan? Xafa bo'lishingni, ittiga ko'tarolmasligingni. Qo'rqib kelding. Senga ovqatlanmoqchi. Men yemoqchi emasman sen bilan. Men xafaman. Neyman sen bilan o'sha? Yurman sen yo'q. Yolg'iz qo'ymayman hardam yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim